Niderlandiya madhiyasini ham tingladik. Bu yog'iga o'yin, bu yog'iga tayyorgarlik va qiziq holat. Avval bunday narsa ro'y bermagan edi. Ikkita murabbiy kelishgan holda va taklif katta ehtimol bilan Ronald Koemandan chiqqan. Mana shu uchrashuvdan so'ng bitta yopiq qisqa muddatli o'yin ham o'tkaziladi. 30 daqiqadan ikkita taym u yerda zaxira futbolchilariga o'yin amaliyoti beriladi. U uchrashuv translyatsiya qilinmaydi, muxlislar kiritilmaydi, faqatgina futbolchilar va murabbiylar unda ishtirok etishadi. Va mana shu jarayon ikkala jamoaning oxirgi tayyorgarligi bo'ladi. Niderlandiyani ham kuchli guruh kutib turibdi. O'zbekiston ular uchun ham yaxshi test va to'g'ri har xil fikrlar bo'lishi mumkin. Osonroq, yengilroq o'yin, kuchsizroq raqib tanlab tayyorlanishi yo'q. Ufa to'g'ri yo'l tutdi. Katta turnir, oldinda jiddiy raqiblar. Mana bu darajadagi yulduzlarga qarshi biz o'zimizni sinab olishimiz kerak. O'sha musobaqa bosimini yechib olishimiz kerak. Natija esa menimcha bu yerda juda katta ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi uchrashuvni Alisa Pennington boshqarib boradi. Amerika Qo'shma Shtatlaridan ayol hakam. Sal ehtiyot bo'lib o'ynashadi futbolchilar va unga vatandoshlari yordam beradi. Uranga, Graves, Varda ishlovchi mutaxassislar ham bor, Rivero hamda Guido Gonzales. Ularga omad tilaymiz. Bugungi uchrashuvni chiroyli boshqarib berishsin, futbolchilar esa chiroyli o'ynab berishadi degan umiddamiz. Hamma maydon markaziga saflandi. Sukut saqlansa kerak. Hans Joos namens het enige toestel van de teamleider van het Nederlands elftal van 1996 tot 2017. Hij stond bekend als dapper, kritisch en bescheiden. Had oog voor alles en hij deed zijn werk liefst op de achtergrond. Wij herkennen hem met een moment van stilte, maar we willen allemaal vragen om die mogelijk te gaan staan. Ladies and gentlemen, last Thursday, Hans Jorgensen passed away at the age of 77. Hans Jorgensen was the team manager of the Dutch national team for 21 years, from 1996 to 2017. He was known as brave, critical, and modest. He was attentive to every detail and preferred to carry out his work away from the spotlight. We will remember him with a moment of silence, which I would like to ask you to all stand if possible. Demak, Niderlandiya terma jamoasida 20 yildan ortiq menejer sifatida faoliyat olib borgan Niderlandiya futbolining taniqli mutaxassislaridan biri hayotdan ko'z yumgan va uni xotirlab mana shu uchrashuvda sukut saqlashni Niderlandiya terma jamoasi delegatsiyasi tashkilotchilaridan so'radi. Tashkilotchilar buni hozir ko'rdingiz amalga oshirdi. Va biz ko'ryapmiz, ancha kuchli tarkibni tashlagan maydonga Ronald Koeman, ya'ni ular rotatsiyani bitta-ikkita pozitsiyalarda amalga oshirishdi. Van Dijk, Van Hekke, Gakpo, Reinders, De Jong, Dumfries hammasi maydonda. O'sha asosiylar maydonda. Yana bitta-ikkitasi, misol uchun Yurien Timber, Martin de Roon, Justin Kluivert, Memphis Depay bular ikkinchi taymda, balki birinchi taymning o'zida ham maydonga tushish ehtimoli bor. Keling, mana shu tarkibdan boshlaylik. Niderlandiya terma jamoasi tarkibi darvoqe o'yin boshlandi va o'ng tomonimizda oq libosda o'ynayotgan gollandlar uchrashuvni boshlab berishdi. Chap tomonimizda esa